Usta Abdulha, yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Rustamjon aka tinchmisiz? Charchaman. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Charchaman. Assalomu alaykum universal mavzu obunachilari. Xudo xolasa yangilik darvozalarni chiqib bo'ldi. Rustamjon aka bitta ovora qilib qo'ydi. Siz diqqat qilmasangiz xudo xolasa shu syomkamizni boshlaymiz. Gap yo'q. Do'stlar, hozir mana shu yerda darvozalar juda ham sevrab, hammasi zo'r fasondagi darvozalar, eng so'nggi fasondagi darvozani tomosha qilyapsiz. Buni tomosha qilinglar. Pechatdan bor, Dubai pechatdan bor. Bular arzon narxda. Undan tashqari bu yerdagi darvozalarni ko'rsatamiz va yana mana bu darvozani ko'ramiz. Zo'r fason. Va bizda mana bu yerdagi darvozalar. Usta haqiqatdan darvozalarga ko'z tegmasin, so'nggi fasondagi yaxshi darvozalar. Adres qanaqa edi? Mehnat qildik. Adres Namangan shahar Promzonada joylashgan. Yo'q, lokatsiyalarni urib beramiz, xudo xolasa. Gap yo'q. Do'stlar, biz videorolikni boshladik. Boshlashdan avval agar sizlarga malol kelmasa, qiyin bo'lmasa, mana shu yerda bittadan like bosib qo'yinglar. Biz usta Abdulhay bilan hamma darvozalarni tanishtirib chiqamiz. Rustamjon aka, boshda videoyimizni aytib o'taylik. Xudo xolasa, qiynalgan bir darvozaga zo'riqqan inson bo'lsa, aloqaga chiqsa, xudo xolasa kvadrati 150 ming so'mdan yoki yasab beramiz, yoki telefon qilib razmerni aytsa, tayyor darvozalarimiz bilasiz, bizda Shamshiboyda tayyor do'konimiz bor, ikkita do'kon, 50 da shu darvozamiz bor. Birorta darvozamiz tushib qolsa, berib yuboramiz, xudo xolasa. Do'stlar, shuning uchun men obloshkaga 150 ming so'm deb yozib qo'yganman. Bilib oling degan ma'noda. Endi hammasi 150 ming so'mdan emas, faqatgina qiynalgan oila uchun bir dona qishlik kunlarda. Darvozaga qiynalgan oilalarga faqat bir dona darvoza qo'yib beramiz. Nimadan boshlaymiz? Ya'ni qaysi darvozadan? Oka, shedevr fasondan boshlaymiz. Shedevr fasondan boshlaymiz. Buni xudo xolasa 2 xil 3 xil variantlar bor. Bu eng full variant, 3 qavatli variant, oka. Mana 1 qavat tagidagi, 2 qavat tevasidagi, 3 qavat mana bu list bo'ladi. Buni endi hamma darvoza uzoqdan zo'r turaveradi, Rustamjon aka. Bitta yaqinlashtirib olib berasiz. Ishimiz sifatini bitta olib chiqib berasiz. Bu yerga antiground urmaganmiz, oka. Ancha buni ichida mehnat qilganmiz buni. Bu 5-6 kun, 10 kunlik mehnat yo'q buni oldida. Kraskasini o'ziga 15 kun, 16 kun sarflangan shu darvozani o'ziga, bir dona darvozaga, kraskasini o'ziga. O'shani hisobiga yaqinlashtirib oling deganim shu. Sifatlari, kачестволari, ishlatilgan material, yomg'ir qorlarida xudo xolos zakonniy turaveradi darvoza. Quyoshlarda o'chmaydi, javob beriladi bunga. Darvozani tayyorlatib sotmaydi. Darvozani o'zi yasab, keyin sotadi. Xudo xolasa, Rustamjon aka, o'zingiz ham bilasiz, mana bilmagan insonlar bo'lsa, biz Abdulhay darvozalar brend asosida chiqadi, brendimiz o'sha. Agarda shu darvozalar, misol aytilgan mana suvarkalari, kraskalari hozir yana bir ma'lumotni berib o'tamiz. Ko'rgilar kelsa, shuni promoy kirsa, o'zimni profilimga shu darvozani bez kraska holatlari bor, videolar turgan. Instagram, TikTok, YouTube'da shu darvozamni videolarini har bitta chiqqan darvozam joylab boraman. Buni orqa tarafini bitta ko'rsatib o'tasiz, oka? Ketdik. Buni orqa tarafi tekis bo'ladi, oka, 3 qavatli variantida. Pachinneli shander mana. 1,5 qarich pashti. Pachinneli shander, tevasa yo'q quyishaveradi, xudo xolasa. 12 li rossiyskiy shiveler bo'lgan, 2 yon tagi, tevasi 12 ga 8 profil bo'lgan, oka. Xo'sh, endi narxi qancha buni? Oka, narxini $250 ko'ryapmiz ijtimoiy tarmoqda. Germa tekisli variantini, antiground urilgan variantini. Men silliq variantini siz obunachilaringizga $200 qilib beraman shuni. Hozir bu $200 Silliq variantini, ha. $50 nazat qilib beryapman birinchidan. Ikkinchidan polni silliqqa ishlab beryapman. Hozir bu silliq variantmi bu? Ha, eng full variant bu. Okey, bu ancha mehnat bor buni oldida. Mana o'zi ustalar bilishadi, usta odam bo'lsa, mana mehnatlarni bilishadi, bu narsalarni jilolab, joy-joyiga qo'yish o'zi oson, bu haliga oson ish emas. Demak, $200 dan. $200 siz obunachilaringizga xudo xolasa O'zbekiston barcha viloyatlariga dastavka xizmatimiz mutlaq bepul, telefon qilishaveradi, o'lchovlari ham bepulga chiqib o'lchab beramiz. Azizlar, boshida eng qimmat darvozani tomosha qildik. Endi biz 500 ming so'mdan ham bor, yo'qroqda. Arzon darvozalar ham bor. Asta-asta chiqib ketamiz, xudo xolasa. Mana bu darvozamiz taroqli fason darvoza. Ikkita yon tagi shivellar, listlarimiz 1.8 listdan foydalangan, xudo xolasa. Kraskamiz, lekimiz avtomobilning banishni lakrasi sepilgan, old orqasi bir xil kraska urganmiz, oka. 2 list, 12 shivellarlik 1.300 mingdan olganmiz. Siz obunachilaringizga 1.250 ming so'mdan O'zbekiston bo'ylab yetkazib o'rnatib beramiz shuni. 1.250 ming so'mdan. Yaxshi. Qanchaga bitgan bo'ladi mana shunaqa razmerda? Xo'p, oka, mana shu darvozamiz 365 ga 315 bo'lgan darvoza.
365 ga 315 ko'paygan 1 million 250 dan. 14,5 million aka. 14,5 million so'm mana shu darvoza. Endi do'stlar, darvozani haqiqatdan yasashni qiyaveradi. O'sha aytilgan hamma material bo'ladi. Keyin qalin bo'ladi. Rustamjon aka, mana bu ikkita Samarqand fasonimiz bittada tanishtirib o'tib ketaman buni. Sababi materiali bir xil. Prosta bitta joyda farq qiladi. Mana bu restanli variant, vibrali variant. Xo'sh. TVda Toshkent listdan foydalanganmiz. Mana bunda tillardan sepib turib gulli qilganman buni. Kimlardir bu narsani yo'qtirib, yuvish archish oson deyapti. Kimlardir mana bu narsani yo'qtiryapti. Endi buni yuvish archish oson asli. Samerasi qilib qo'yganman, shuna samerasidan bo'shatishadi. Chiqadi yuvib artib, yana qo'tirib bo'shaveradi. Tushunarli. Narxida mana bu misol 1 million 300 ming 350 ming chiqarganman oldingi videolarimizda. 1 million 250 mingdan qilib beraman siz obunachilar. Kvadrat metri 1 million 200. Kvadrat metr, ha. Mana narsa 1 million 350 ming edi. 1 million 300 ming qilib beraman buni. 1 million 300 ming so'm kvadrat metri, 1 million 250 ming so'm kvadrat. 1 million 250 ming bu. Ikkovini ham materiali 12 kilo shivelli rossiyskiy, ikkita yon tagi. Listlarimiz 2 kilo bo'lgan, 2 qavat bo'lgan. Xo'p, endi bu qanchaga bitgan bo'ladi, bu qanchaga bitgan bo'ladi? Ikkitasi ham 21 million. Ikkalasi ham 21 million so'mdan. Ha, bu 4 metrga 4 metr 21 million bo'lsa, mana bu 3,5 splashni ochiladi-da, mana girdilar bilan ikkita yon 30 dan qo'shiladi, 4 metr bo'ladi. 21 million so'm, 21 million so'm. Samarqand fasondagi darvoza. Ha, nalishniyligi hisobiga bu. Agar mana ham nalishni qilsangiz 24 million, 25 million qarab ketadi. Narx bir xil. Xo'p, mana bu fasondagi darvozamiz Rustamjon aka, bu darvozamiz zakaz o'p turib atkaz qilib o'rgan darvozamiz. Uzun atkaz qilganman. Xo'sh. Ozgina ma'lum bir haligi sabab bular bo'lmas, ha, bular bo'lmas, bir ikki og'iz gap gapiraverlar. Zakolatlarni qaytarib berib o'rganman. OKBga va kili yo pullab keting deganim yo'q. Kartani tashlang dedim, karta tashadilar. Sirazi 15 minutda kartalarni tashab berdim. Biz o'sha ustodan bilasiz, mehnat qilgandan keyin nima o'lib sotar o'tdagi o'sitachi bo'lsam ekan, ichinsam, ichinmasam. Lekin men mehnatimga ichinaman. Hunarim xor qildirib qo'ymayman, xudo xolasa. Xo'p, bu sotuvga qo'yib o'rganman. Razmerim ini 3.95, bu 3.63. Tayyor. Ha, 10 kun turli stenka qo'yganman. Mana bu narsa 3.5 yo 3 chiqsam bekorga turli stenka 10 kun. Only rossiyskiy shivellar. Mana e'tibor bersangiz quymaganman ataylar mana. Voha-pohaga tevalardan quymaganman, sotilsa shuna pachkalarni jo'nataveraman. 2 lilis, 2 lilis. Lekin 2.1 chiqadi. Minus chiqmaydi, plus chiqadi, 2.1 chiqadi. Profillar ham 2 li ketgan, hamma yo'g'i. Pachinili shanini qo'yganman, old orqada kraskalar, mana shunday toza kraska. Yaqinlashtirib olaysiz buni ham, lekin uzoq-uzoqdan olmasdan yaqinlashtirib olsangiz, mana sifatlari, mana burchoqlari okey mana. Asosiy mashinlarni o'xshatish olmaydi, uncha joyda. Lekin biz liboy joyini xohlagan darvozangizni syomka qilaverasiz. Zo'r. Sifatiga javob beriladi, zo'r. Kafolati ham bor. Telefon qilishadi, 1 million 350 mingdan olganman zakasini. Xo'p. Siz obunachilaringiz 1 million 250 mingdan qilib beraman O'zbekiston bo'ylab. 17 million 800 ming ham to'xtaydi adashmasam. 17 million 800 ming so'mga mana shu darvozani beraverasiz. Razmerini eslatib 395 ga, ini bo'yi 363, eshigi o'ng tomondan o'ngga ochiladi, Zuber Zamo bo'lgan. Tushunarli. Xudo xolasa telefon qilishadi, 2 kunda o'rnataveradi. Xo'p, Dubay bizda. Dubay fason. Bu 500 minglik variant. 500 ming so'm kvadrat. O'ttasini o'zi buruch xolos. Mana 6 ga to'rlar parash, TV bilan pastda ham anaqa ham pastda ham parash. 09. Ha. O'ttasini o'zi buruch. Rustamjon aka yana bitta gap aytaymi? Mana bilan mana uni materiali, shivellerli hamma narsasi bir xil, fason ranglarigacha. Men o'zimni kommentariyamda ko'rdim, buruch deyaveradi mana bu narsani deyapti-da. Mana shu listi buruch deyaveradi. Agar mana shu narsa buruch bosa olmaydi, 1-2 detgan negativlar. Kelinglar mana shunday mashetda kesaman, holani lazerab kelinglar, holani ishtanga sirkulab kelinglar. Buruchdan past chiqsa bekorga beraman shu darvozani. Qalinligi 1.3. 1.33 chiqadi, buruch plyusovoy. Buruchdan ham yo'qdagi listdan uraman men bu narsani. Promo o'zim olib keltirib, mana Zovut, okey mana. Yo'paramni Zovut. Mana Zovutni urdirib chiqaman, bu 500 ta, 1000 talar urdiraman bu narsani. 1.2 chiqsa, shu yo'zitkali o'zi ham bilmaydi, darvozachi bo'lsa, usta bo'lsa, sirasi tushunadi. Buruchchi deydi, ura olmaydi. Men 1.33 uraman misol. O kvadrat qanchadan buni? Xo'p, 700 mingdan olyapman buni. Ikkita yon tagi o'nli rossiyskiy shivellar bo'lgan. Okey, 600 ming so'mdan qilib beraman, 100 mingdan o'tib beraman obunachilaringizga. 600 ming so'mdan kvadrat metri 1.3 plyusovoy listdan Dubay fasonidagi darvoza. Eng qiziq ikkita yon tagi shivellar ham qo'yib beraman, bonus ichida. Oh, shivellar. Bu ham shivellar. Bu ham shivellar. Xohlasin bu dizayn Dubay. Xohlasin mana bu dizayn, material fason bir xil.
Va agarda men 600 ming so'm bu ham. Ha, bu ham 600 ming. Hammasi 600 ming bular. 600 ming so'mda. Mana bu darvozam misol deyli, yangilik bo'lsa, mana bu hasonim Dubayim bir yil bo'lib bo'ldi chiqqan ekan. Yangi olib keldik buni. Bu ham 2 ton taga o'ylashib Juda yaxshi. Taxminan qanchalarga bitgan mana shular? Aniq bir hisob bo'lmasa ham. Xo'p. 8 million 200 mingga bitgan mana bu. Mana bu 8 million atrofida bitgan. 8 million atrofida. Mana bu endi 7 milliondan Ha, bu 7 million 200 mingga bitgan. Razmeri yeni 4, bo'yiga 3 metrlik bo'lgan. Xo'p, endi bizda mana bu darvoza. Chiroyli darvoza. Xudo xolasa, Shtampovka yaxshi. Shtampovkani hozir sepib olib chiqishdi bolalar, oka. Ha. Kvadrati 700 ming atrofidagi darvoza shu. Kvadrat 700 ming nержавейкали variant. Polni buruch bo'lgan. Hozir chiqib ketadi bu ham. Chiqib ketadi. 700 ming so'mdan yasab berar ekan. Shtampovka. Mana bu darvoza 550 mingdan qo'yib beramiz. Buni o'rtasini o'zi 1.3. Buruch bo'lgan, pastlari 0.9 bo'lgan. Bu yoqlari 0.9 bo'lgan. Eng qiziq shu darvozani sotuvdi. Bozorda kecha space YouTube uchun olib chiqdim. Razmeri 3, bo'yi 3,5 bo'yi, yeni 3. Xo'sh. Sotuvda 5 million 750 ming o'rnatib beraman O'zbekiston bo'ylab. 5 million 750 ming so'm shu turishi. Ha, 5 million 750 ming. Dubay yana bizda. Dubay, bu ham 550 minglik variant. Rustam aka 550 minglik variantni o'rtasini o'zi buruch bo'ladi xolos. Ya'ni aytda bo'lib, haligi aytilgan narsa bo'lmasa tekingalab turib kesib olib ko'rsatishmasin. O'rtasini o'zi buruch, tagi bilan TV'si 0.9 dan foydalanganman buni. Qisqa joylarga. Ha, o'shani hisobiga 550 ming. 550 ming. Mana bu darvozam, misol kimlardir high-tech olyapti, kimlardir Dubai olyapti. Bu ikkovini bittaga qo'ygan darvozam. O'rtasi high-tech, ikkita chekka Dubai. Chetishga bu o'zi trendga chiqyapti bu sekin-sekin. Ranglari, nержавейкалар hammasi o'ziga yarashgan holatda, kerakli joyiga qo'yganmiz. Kraskalar, laklar avtomobilning banishni laklarni sepilgan. Listlarimiz shu 1.33 chiqadi bu ham. Ruchkalar chiroyli holatda qilib qo'yilgan, xudo xolasa. Bu darvozalarimiz 650 mingdan chiqarib beraman men. 650 ming so'mdan. Mana darvoza zo'r ekan. O'zbekistonda, sanoqli bo'lgan darvoza. Dahshat ekan. Ijtimoiy tarmoqdan menga sketchat qilib, screenshot qilib tashashgan. 1 million 700 mingdan 2 million 100 minggacha oralig'ida narx aytishgan, menga aloqa chiqishdi. Hech pulni qilib berasiz, o'zingiz ustasiz, hech pulni ta'lab berasiz deyishdi. 1 million 700 ming desam, yo'q, ko'chada shuna deyishyapti deydi. 1,5 milliondan qilib beraman desam, kilo o'lchab keting dedi. Sraz bo'lib o'lchagan bo'lgan. Mana 3 qavat bu. Mana 3 qavati. Listlarimiz har bitta qavati 1.8 listdan foydalanganmiz. Siz obunachilaringiz chiqsa, shu 1,5 milliondan zakazga qilib beramiz. 2 lik qilib beraman. 3 qavatli darvoza. 3 qavat. 1,5 million so'mdan. 1,5 milliondan har bitta qavatini 2 lik qilib beraman. Darvozani keyin zo'r yasaydi Abdulqay. Urushkalarni ko'ryapsiz, oka? Mana yo zavodskoy yigilik, ha mana. 2 ham qalin. Sifatlarni qarang, oka, bu ancha-munchalik mehnat qilib o'riladi buni ustida. Qandaydir dizayn sohasi zo'r chiqqani bunda. Mana aytgan nержавейка qo'yib qo'yilgan ekan. Okaga aytdim, oka, nержавейкani undaga profillarni qochoq qilib yasab beray, 1 yillik emas, 5 yil qo'ya qolsin desam, uzun ustasiz ma'ziga ishonaman dedilar. Bu narsani u yoqda gipga egdirib, oka, gipga egdirib, orqasidan ponni 4 tomoni gipga ishlab chiqarib berganman, zavodskoy. Endi mana shu qanchaga bitdi? Shu hisob-kitob ko'raring. Xo'p. Xo'sh, qancha ekan? Xo'p, 8 million 400 mingga zakasini olganman shuni. 1.8 listdan qilib, 2 yon tegi 50 shiveldir qilib. Demak, 8 million 400 ming so'mga tushgan mana shu darvozalar. Ha, shu darvoza shunaqa o'ylangan. U oka 21 million atrofida hisoblatganlar. Men 8 million 400 mingga zakasini olganman. Juda yaxshi. Endi mana bu darvozam. Bu darvozamni oka kraskasini o'zim sepdim misol, qiynaldim, normal qiynaldim. Nimaga? Menga mana bu narsa qulay ekan. Sepishga ozgina mehnat qilaman bo'ladi. Buni mana relis ko'ryapsiz, Rustamjon aka, mana yo'nalish. Mana bu yo'nalish. Buni darvozani qanotlarini kesakiga kiygizib olib, kigi mana narsalarni ishlab chiqdim-da. Polirovka deyshadi. Bu matvim bu. Yo'q, bu lak sepilgan 5 polirovka holati. O'zi bizda yaltiratib chiqarsangiz odamni xohlashmayapti. Mana bu deriskiy turadi, mana bu. Bagati turadi. Buni o'zi yaltiratib qo'ysam, yaltiratib ber desa, yaltiratib beraman, lekin yaltiratib qo'ysam odamni xohlamayapti, yaltiroq ekan deyishyapti-da. Yaltirash muammo emas. Bitta polirovkada yaltiraydi. Buni kvadrat metri 1 million 700 ming, 1 million 800 ming chiqaryapmiz, oka. Siz obunachilaringizga 1,5 million so'mdan qilib beramiz. Shu turishi 8 million 400 mingga zakasini olganmiz. 18 million 400 ming so'm. 3,5 ga 370. Keyin tayyor darvozalarimiz bor. Aloqaga chiqsa agar srochniy kerak bo'lsa, tayyor darvozalarimizni ham aytib o'tamiz. Mana bu darvoza. Bu ham
Surxondaryo Denovga chiqib ketadi bu. Iniga bitta kalitkamiz ham bor bu yonda. 5 metr bo'lgan. Buyiga 3 metrlik darvoza bo'lgan. 5 metr, 3 metr. Yana bitta kalitkamiz bor yonda addenni. Uni olib chiqa olmadik, sig'dira olmadik bu yoqqa. 1 million 700 ming olganmiz buni kvadrat metrini. Siz obunachilaringizni 1,5 milliondan qilib beramiz buni ham. Qarang 200 ming so'mdan nazat bo'lyapti. Endi bu yerda oka mana bu yerda ish jarayonlarini bitta ko'rsatib o'tadi. Ketdik. Qani ish jarayoni ko'raylikchi. Men tushuntirib qo'yganim, sizga aytganim bor-ku. Suvarka kraskalariga javob nimaga suvarkalar kraskalar o'taveryapti, yo qo'shib ketyapti. Mana oka, Rustamjon aka mana bu yerda yaqinlashtira olasiz. Mana oka mana. Ko'ryapsiz mana. Bir qarich urib yuborsam ushaveradi bu. Lekin bir qarich emas mana, kichkina urilgan. Bitta bo'lmas mana, hamma yo'q. Endi kimdir negativ berishi mumkin oka. Kimdir negativ. Men hamma darvozani shunaqa uraman oka. Hamma darvozani. Misol, endi shuni videoga qilib qo'ygan deydigan bo'lsa, liboy darvozam shuni kelib ko'rib olaveradi. Agar katta urgan bo'lsam bekorga beraman, xudo xolos. Mana bu ham nerjiy mana karnizli, qani mana karniz qo'yib yuboramiz. Xo'sh. Bu yerga suvar quraman mana. Обязательно. Vaqtiga kelib 1 yil, 2 yildan keyin odam urishni boshladi. Endi ahli kiryapti odamlar. Ejrilib ketyapti, oka? Darvoza lish qo'yib yuboradi. Endi hozir uraman deganim mana bu. Paytida mana bu yerni chaqlab tashlayman-ku, ha? Chaqlaganman. Xo'sh. 30-40% kam quvvatli bo'ladi. Endi bu yoqqa aylanib o'tasiz. Mana bu profil bilan mana lis yopishgan, ha? Mana karniz tagida hozir ko'rsatgan suvarkam bor. U chaqlanmadi. Shuni yopib yuboradi. O'shanga men qo'qma katta ketib. Hammasi shu yerda yasalgan. Xudo xolasa. Xo'p, endi bizda qaysi darvoza qolib ketyapti? Xo'p, mana bu darvoza qoldi. Bu pop xo'javatida olganman bu zakasni. Do'stlar, mana shu Abdulhay darvozalari, mana shu mashinada boradi uyingizga. Xudo xolasa. Inshaalloh. To'g'rini eslab qo'ying, 686 Molboda. Shuni pop xo'javatida olganman oka. Hozir ashi mashina ikkita darvozaga qarab turibdi, bitta yuklab, bitta olib chiqib o'rnatadi. Mana mashina tayyor turibdi. Shogirdlar ham vagonni ham sraz yuklashadi. Pop xo'javatli oka, ming rahmat. Shu darvoza bilan mana Shipir Burj okamni o'zgina tushunib turdilar. Men Surxondaryolik oka bilan. Oka, bugun o'zi shuni syomkani qilamiz, darvozani yuklab chiqarib yuboramiz hammasini. Klientlar hammasi agar bugun bermasa qo'yib ketib qolardi-da. Buni ham kvadrat metr 650 mingdan olinayotgan darvoza 600 mingdan qilib beraman shuni ham. 550 mingdan tushirsa bo'ladi, lekin bu 600 minglik beryapti. Do'stim, qarang, darvozalarga ko'z tegmasa, ishingizga ham ko'z tegmasa, sizga telefon qilishadi, chunki haqiqiy ustasiz. Doim ishlaydigan nomeringizni jivoy holatda aytavering. 94lik 016 55 55 97lik 260 46 46. Pastdan 24 telefon qilishaveradi. Gap yo'q. Do'stlar, biz ham mana shu nomerlarni ekranga yozib qo'yganmiz. Telefon qiling, gaplashing, zakaz bering. Mana siz ko'rsatuvni shu yerda yakunlasaman. Keyingi ko'rsatuvlarda ko'rishguncha xayr, sog' salomat bo'linglar.